Siz eringiz bilan kelishib oling. Pastel xohlamasligingizni men davolay olmayman. Sabab nimada deb o'ylaysiz? 1, 2, 3 tamam. 5 sekundli jinsiy aloqani kim xohlaydi? Shunaqami? 5 sekundmi? Yo'q, unaqa emas. Aldamay rostini ayting. Shunaqami? Ochiqini gapiring. Ha, shunaqa. Davolanganingizda ayolingizga xabar yo'qmi? Yo'q, unga aytmagandim, doktorlarga borganimda. Foydasi bo'lmagan chunki. Xo'p, hozirgi bemorimizda tez bo'shanish bor, juda ham og'ir daraja, 5 sekundga yetmaydi. Lekin bular lidokayli test ham qilib ko'rishgan, foyda bermagan. Dapaksitin preparatlarini qabul qilishgan, foyda bermagan. Bemordagi tez bo'shanishning sababi bemordagi jinsiy zaiflik bo'lgan. Jinsiy zaiflik bo'lsa ham, jinsiy olat qattiq turmasa ham tez bo'shanish kuzatiladi. Lekin buni sababini o'rganish kerak bo'ladi. Bemorda biz farmakodoplerografiya testini o'tkazdik va bemorda venozoklyuziv disfunksiya borligini aniqladik. Endi shuni bartaraf qilsak, bemorimiz tez bo'shanishdan mutlaqo xalos bo'ladilar. Buni aniqlash uchun jinsiy aloqada o'tkaziladigan test bor. Bu test qaysiligini bilmoqchi bo'lsangiz, T1